Xotin, nimang turdimi? Nima? Ha, nimang borki, turdimi deyapman. Nima tushuntirib gapiring, nimani ma'lamasdan? Uyda yotibdi-ku nimang. Ana shu turdimi deyapman, ana. O'g'limmi? Ha, ana shu turdimi deyapman. Siz hayli uyda yotibdi. Bo'ldi, bor, chaqirib chiq. Hamshanga borish kerak. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Nimangiz yaxshimi? Tushunmadim. Nima meni ishim seni? Menga qarang, eringiz yaxshimi deb so'rayaptilar, ibi. Shuni ko'rasa bo'ladi-ku. Kim? Nimaga kelanding, Ismat? Shu o'g'lim nimangni ko'rib qolibdi. Bir kayf kelgan, bir bersang shu nimang o'ynasa. Ana. Nimaga kayf ketdi? Ha? Qarang, tarvuz topdingiz. Ha, ana shu futbol o'ynamoqchi bachalar bilan. Shunday demaysanmi? Hay, olaversin, o'ynasin. Men to'g'ri gapirsang bo'ladi shuni, Ismat. Endi siz amakini to'g'ri tushunmang. Bilasizki, dadam so'z boylik ekan. Shuni nima deyaveradilar-da. Ha, Yusuf kapak. Ana, hozir xotining ko'rdim, nimasi yomon gap degani? Tushunmadim. Nima deysan sen, Ismat? Sen og'zingga qarab gapir. Menga qarang, darrov xotiningiz dadam murdi, qo'li katta ekan debdilar. Ha, shuni to'g'ri aytsang bo'lmaymi? Mayli, sog' bo'ling. Nima? Xotining ayt. Nimasini yopib qo'ysin. Uydan qaytan hammasi qarab o'tyapti. Nimani? Darvozangizni aytibdilar. Ha. Sog' bo'linglar. Shu Ismatni bir kun bittasi tilini qo'parib oladi-da.